Ma'tun, men hozir haligi qilyotgandim. Bu qizni o'zi ketib turtib-yerdi-da, men uncha-buncha turtilayotgan bola emasman. Bo'ldi O'tkir aka, tushuntirish shart emas. Men sizni tushundim. Bu qiz o'zi kelib sizga turtilgan, varolari sochilib ketgan. Siz esa varolarni yig'ib bu qizga yaxshilik qilgansiz. To'g'rimi? Rahmat, men sizning bolangizni tushunib turaman. Bu asal bolani onasini shirinligini mang bolangizni. Haligi qilyotdi. Bu meni bolam emas. Ma'tun. Bo'ldi O'tkir aka, men sizni tushundim. Bu qiz narsa olayotganda pulini olishga qiynalgan. Siz bolaga qarab turib yaxshilik qilgansiz. Ha. Qara ikkovimizga flavis oldim. Menga onarlig'i, senga meniki Amerikadan keltirilgan moviy malinalig'i. Ta'mi vashi zo'r. Buni hamma magazindan topsam bo'ladi. O'tkir akammi? Yana kimgadir yaxshilik qilyaptilar. Jiring ichkari kiramiz. Uyga kirib ketdimi? Jonim ko'mak. Boyag'i haligi Abbosov sizlar haligi bilyar. Yaxshilik. Ha, yaxshilik qilyotgandim. Hamma yaxshilik bilan tugamayotganda, ha?